Bakr ibn Abdulloh al-Muzani aytadilar, agar o'zingdan yoshi katta odamni ko'rsang, bu kishining amali mening amalimdan ko'proq deb bilgin va uni o'zingdan ulug' deb bilgin. Agar o'zingdan yosh odamni ko'rsang, buning gunohi mening gunohimdan kamroq. Bu kishi mendan tozaroq, pokroq deb bilgin, uni ulug'lagin. Har ikki odamni ham o'zimizdan ulug' deb bilishimiz kerak edi. O'zimizdan katta odam, bizdan yoshi ulug' odam, 1 yil yosh bo'lsa ham bizdan ko'p ibodat qilgan, bizdan ko'p sajda qilgan. Meni ibodatimdan bu odamni ibodati ko'p deb bilish kerak. O'zimizdan kichik odamni ko'rsak, meni gunohimdan bu odamni gunohi kamroq deb ulug'lashligimiz kerak. Hech bir sabab yo'q.